Mana buni menga podarka qilib berib yuboribdilar. Hop, ertaga sovg'a qilgandik. Opam hayron bo'lyaptilar. Tanishingmi deb o'ylab. Ochmaymiz deyaptilar. Hozir bir pas turib ochar ekanmiz. Nimani? Shokoladni esa qop-qora ekan. Shokoladni zo'r bo'ladi. Mazasini Kremlarni ham qara, shokoladni ekan. Mazasini ko'ramiz. Men bunaqa Napoleon yemaganman hech qachon. Ana, bismillah. Oh, hidi chiqib ketdi, qara. Mavi xonim. Bunaqasi. Men qilsam mana shunaqa tekis kesilmaydi hech qachon. Bug'dolanib ketadi. Bular anaqa kesishadi-da, anaqa arralik pichog'ida. Kattadan arralik pichoq bor-da, o'shanda g'ir. Degustatsiya qilib ko'ramiz deyaptilar mana opam. Mana uyga kelib oldik. Stollarni yasatib mehmon bo'lamiz ertaga. Chiroyli qilib mana shunaqa idishlarda jo'natib berar ekanlar. Anaqa keyin buni yaxshi tomoni nechidir kun masalan 3-4 kun bemalol turib beradi-da stolinglarda zakaz qilsanglar. Mana ham o'zimnikini qilib olib kelganman. Turibdi, uni hali kesmadik, hali buni oqini ham kesmadik. Ozgina bundan yeb ko'rdik. Endi hozir namozlarni o'qib, bu qilib, meni mantini, somsani, narsalarni tayyorlab qo'yishimiz kerak ertangi yig'inga. O'shanga anaqa tayyorlanamiz, davomimiz. O'shanda sladkiy choy ichamiz. Opam ham hozir keldilar. Endi ular choy ichib ovqatlashyapti. Qizda menga bu reklama emas. Shundoq tug'ilgan kunimga sovg'a qilib beribdilar. Lekin mazasi rostdan rosa zo'r ekan. Men o'zi unaqa sladkiy xo'rmasman, men sho'r narsa yaxshi ko'raman. Lekin opalarim rosa zo'r deb maqtashdi. Kerak bo'lsa o'tib olinglar.